assalomni ko'rish uchun keldim dedi. Xo'p, unda nega atir olyapsan deb so'radi. Men tuya cho'poniman. Usti boshimdan tuyaning hidlari keladi. Payg'ambarimizga bu hid bilan ozor bermay deb atir olishga keldim. Sotuvchi aytdiki, rostdan ham u kishini ko'rishni xohlaysanmi? Ko'zlari yoshlanib, ha dedi. Unday bo'lsa qara, shundoqqina orqangda turibdilar. U odam bozorda Allohning rasuli bilan orqama-orqa turgan edi. Orqaga burilganida unga tabassum qilgan koinotning eng go'zal yuzli, gul yuzli ila qarshilashdi. Ammo tuya cho'poni shunaqangi hayajonlandiki, lablari qaltirab so'zlasha olmadi. Payg'ambarimiz alayhisalom uning bu hayajonini ko'rgandan keyin qo'llaridan tutib, "Uskut ya ahi" dedi. "Tinchlan ey birodarim, men Makkada quruq non yegan Ominaning o'g'liman" dedilar. Bu qanday go'zal so'z, bir o'ylab ko'ring. Insonlarning eng sharaflisiman, Alloh habibim degani mendagasi bormi demadilar. Insonlarni o'zlariga shuncha asrlar o'tsa hamki oshiq qiladigan tavozi ila biz u kishini ko'zlar bilan ko'rmadik. Biz u kishini ko'rmasdan